Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Tolipova Malika Salohiddinova, Turizm kafedrasi katta o'qituvchisi. Bugun sizlar bilan Introduction to Tourism fanidan turizm qanday tashkil etilganligi haqida suhbatlashamiz. O'sha haqida ma'lumotlar beraman. Rejalarimiz quyidagilardan iborat. Turizm tashkilotlari, tarqatish jarayonidagi tashkilotlar va vositachilar, O'zbekiston Respublikasi Turizm va sport vazirligi tuzilmasi, O'zbekiston nodavlat tijorat tashkilotlari turizmda olib borayotgan faoliyati haqida gaplashamiz. Turizm tashkilotlari turizmni rivojlantirish va boshqarishda turizm tashkilotlari muhim ahamiyatga ega xalqaro, milliy va mintaqaviy tashkilotlar mavjud. Masalan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon sayyohlik tashkiloti UNVINTO mamlakatlarga turizmni yaxshilash va uni yanada barqaror qilishga yordam beradi. Aynan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Butunjahon turizm tashkiloti UNVINTO, United Nations World Tourism Organization, bu turizm sohasida yetakchi xalqaro tashkilot bo'lib, u Birlashgan Millatlar Tashkilotining ixtisoslashgan agentliklardan iborat. Tashkil etilgan yili 1975-yilda, aslida esa 1925-yilda tashkil etilgan xalqaro rasmiy turizm tashkiloti u paytda IUOTO bo'lgan. Lekin hozirgi kunda bu UNVINTOga o'zgartirilgan. BMT agentligi sifatida 2003-yilda tan olingan va ularning bosh qarorgohi Madrid shahrida, Ispaniyaning Madrid shahri hisoblanadi. UNVINTOning asosiy tamoyili turizm tinchlik, madaniyatlararo muloqot va barqaror taraqqiyotning drayveri deb nomlanadi. U 160 dan ortiq mamlakatlar va 500 dan ziyod hamkor tashkilotlardan iborat. O'zbekiston 1993-yildan beri aynan shu tashkilot a'zosi hisoblanadi. UNVINTOning asosiy maqsadlari turizm sohasining barqaror va xavfsiz rivojlanishini ta'minlash, turizm orqali iqtisodiy o'sish va madaniy almashinuvni rivojlantirish, a'zo davlatlar o'rtasida hamkorlik va tajriba almashishini kuchaytirish, barqaror turizm, ekoturizm, madaniy merosni asrash kabi yo'nalishlarda xalqaro dasturlarni amalga oshirish hamda turizmni inson huquqlari va atrof muhitni muhofaza qilish tamoyillari asosida rivojlantirishdan iborat hisoblanadi. Keyingisi Butunjahon sayohat va turizm kengashi, World Travel and Tourism Council. Bu global miqyosda sayohat va turizm sohasini rivojlantirishga qaratilgan xalqaro nodavlat tashkilot bo'lib, u turizmning iqtisodiy ahamiyatini targ'ib etuvchi eng nufuzli kengashlardan biri hisoblanadi. U 1990-yilda tashkil topgan va uning bosh qarorgohi Buyuk Britaniyadagi London shahri hisoblanadi. Uning dunyoning 200 dan ortiq yirik turizm va mehmondo'stlik kompaniyalari ularning a'zolari hisoblanadi. Ular aviakompaniyalar, mehmonxonalar, turagentliklari, kruiz kompaniyalari va boshqalar. Galdagi bizning xalqaro tashkilotimiz SCAO International hisoblanadi. Bu sayohat va turizm sohasi mutaxassislari uchun eng yirik xalqaro tashkilot bo'lib, u turizm orqali do'stlik, hamkorlik va barqarorlik rivojlanishini targ'ib etadi. Quyidagi tashkilot 1934-yilda Ispaniyada tashkil etilgan va 100 dan ortiq mamlakatlarda 12 mingdan ortiq turizm sohasi mutaxassislari, ya'ni rahbarlar, agentlik egalari, aviakompaniyalar, mehmonxona sohasidagi mutaxassislarga xizmat ko'rsatadi. SCAOning shiori Doing Business Among Friends, ya'ni do'stlik orqali biznes yuritish. Tashkilotning asosiy maqsadi turizm sohasidagi professionallar o'rtasida o'zaro do'stona munosabatlarni rivojlantirish, tajriba almashish, xalqaro hamkorlikni mustahkamlash va barqaror turizmni targ'ib etishdan iborat. Yana biri IATA, Xalqaro havo transport assotsiatsiyasi, deyarli barcha xalqaro avia tashuvchilar uchun global tashkilot hisoblanadi. IATAning asosiy vazifasi odamlar va tovarlarni dunyo havo tarmog'ining istalgan nuqtasidan istalgan boshqa yo'nalishlar kombinatsiyasi orqali xavfsiz harakatlanishini osonlashtirish. Buni bitta narxda, bitta valyutada sotib olingan va hamma joyda bir xil miqdor va xizmat sifati uchun amal qiladigan bitta chipta orqali amalga oshirish mumkin. Xuddi shu tamoyillar yuk va pochta tashish uchun ham qo'llaniladi. Xalqaro fuqaro aviatsiyasi tashkiloti ICAO, BMTning ixtisoslashtirilgan agentligi
Uning asosiy maqsadi butun dunyoda fuqaro aviatsiyasining xavfsiz, barqaror va tartibli rivojlanishini ta'minlash hamda xalqaro parvozlar uchun umumiy qoidalar va standartlarni ishlab chiqish. Quyidagi kompaniyamiz, tashkilotimiz 193 ta davlat aynan shu tashkilotimiz ICAO a'zosi hisoblanadi. Har bir a'zo davlat Milliy aviatsiya boshqarmasi orqali, masalan, O'zbekistonda O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Fuqaro aviatsiyasi agentligi tashkiloti bilan hamkorlik qiladi. Yuqorida sanab o'tilgan xalqaro tashkilotlar va endi quyida sizlar bilan O'zbekiston oshpazlar uyushmasi haqida gaplashamiz. Milliy o'zbek oshxonasini asrab-avaylash va yanada ommalashtirish, xalqaro oshpazlar tayyorlash, umumiy ovqatlanishni rivojlantirish bo'yicha jamoatchilik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, umumiy ovqatlanish sohasida oshpazlar, qandolatchilar, ofitsiantlar va boshqa mutaxassislarni malakasini oshirish bilan shug'ullanadigan uyushma hisoblanadi. O'zbekiston ekstremal va tog' turizmi federatsiyasi mazkur federatsiya mamlakatimizda ekstremal va tog' tizimini rivojlantirish, turli darajadagi xalqaro musobaqalar va olimpiadalarda ekstremal va tog' tizimi orqali O'zbekistonni dunyoga tanitishdan iborat. O'zbekiston mehmonxonalar uyushmasi mahalliy mehmonxona sanoatini rivojlantirish, mehmonxona xizmatlarini sifatini oshirish va kengaytirish, mehmonxona sanoati sohasida xalqaro hamda milliy dasturlarni ishlab chiqishda faol ishtirok etadi. O'zbekiston gastronomik turizm assotsiatsiyasi esa O'zbekistonda gastronomik turizmni rivojlantirish, ommalashtirish va targ'ib qilish, umumiy ovqatlanish va maishiy xizmat ko'rsatish sohasida jismoniy shaxslarni birlashtirish, ularning sa'y-harakatlarini safarbar etish hamda himoya qilish faoliyatini rivojlantirishga ko'maklashishdan iborat. Yuqorida ta'kidlab o'tgan har bitta kompaniyamiz turizmni rivojlantirishga o'zini hissasini qo'shadi va sayyohlik tajribasini yaxshilash uchun birgalikda harakat qiladi. Sizlar bilan o'rganmoqchi bo'lgan mavzuyimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.